Bismillahirrahmanirrahim. Mana shu odamlar, arqamda yotgan odamlar ham qachondir tirik edi bular. Xuddi bizda Zabardast qo'lidan vaho qancha ishlar kelardi. Hozir afsuski ular o'lgan. Erta indin qachondir bizni ham nasibamiz tugasa, biz ham o'lamiz. Mana shu yerda tagida yotasiz. Mana shu ham qabriston tekslanganda pashti o'tlar chiqqanidan qabrligi bilinmayapti. Shuning uchun iltimos sizlardan bu dunyoga ko'p ishlar qilib qo'ydik. Qancha moshin pul uchun, qancha yelib yugurdik. Oxirat uchun mana shu qarindoshlar birodarlarimiz, aka-ukalarimiz yotgani hurmatiga, bobo momolarimiz hurmatiga kelib, bir kungina shanba kuni hech bo'lmasa yarim soat kelib bizlarga qarashinglar, yordamlashinglar, yig'ilishaylik, kuch birlikda tozalaylik, obod bo'lsin bu yer, ko'rgan bir maza qilsin. Haqiqiy bu yerda ular o'lgan bilan bu odamlar ruhi tirik, ruhi bizni ko'rib o'tiribdi, bizni intizor bo'lib kutyapti. Lekin eng qiziq joyi, men kimdandir jalsa qilmoqchi emasman, chunki bu qabriston hammamizniki. U degani hammamiz mas'ulmiz bu yerga. Shanba kuni Xudo xolasa hashar uyushtirmoqchimiz, nasib bo'lsa inshaalloh 29-avgust kuni bo'ladi inshaalloh. Mana shu atrofdan butun Qamashi, Kasbi, Mirishkor va hokazo qayerdagi qishloqlar, butun Qashqadaryo, O'zbekiston hamma joydan kelaveringlar. Saniki, meniki degan narsa yo'q bu yerda, chunki momo havo, ota havodan biz tarqalganmiz. Hammamiz bitta birodar aka ukamiz. Mana shu yerga ehsonga, mana shu yerdagi hashar ham ehsonga kiradi. Kelinglar, hech qo'llaringizdan kelmasa like bo'lib, obuna bo'lib tarqatinglar. Agar qo'llaringizdan kelsa lapatga shoxa olib kelinglar. Magazinchi bo'lsa, kela olmasa, qanaqadir instrument bo'lsa bersin, marhamat. Mana shu yerda ehsonga hech bo'xorsoq olib kelinglar, yarimta non, 2 dona suv. Magazinchimisiz, boshqamisiz yoki Rossiya uzoqdan bo'lsangiz bir 50 rubl, 5000 so'm, 10 ming so'm taylaysizmi? Mana shu yerda yig'ilgan odamlarga yediramiz, ichiramiz. Ortib qolsa beva, bechora, yetim yesirlarga tarqatamiz. Shu yerda obodon qilishga ishlatamiz, Xudo xolasa. Mana shu yerlar chiroyli bo'lsin, akalar, ukalar. Hem mana shu qabriston Qashqadaryo bo'yicha juda eng katta qabristonlardan bittasi bo'ladi. Bu Kasbi tumani Qamashi qishlog'ida joylashgan. Hozirgi holatda hamma yoqda yovvoyi o'tlar, mana bunaqa tikonlar o'sib juda bir xunuk ahvolda turibdi. Hech bo'lmasa mana shu yerga kelibki bu dunyodan o'tganlar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, jamiki avliyo, payg'ambar, shahid o'tganlar, mo'min, musulmon birodar o'tganlar, shu qabristondan o'tganlar, butun qabrlarda o'tganlar, butun O'zbekiston, O'rta Osiyo musulmon davlatlardan hamma joydan o'tganlarga bag'ishladik. Yotgan joylari jannat, oxiratlari obod bo'lsin, havzu kavzarda suvlaridan shodob bo'lsin. U dunyoda, bu dunyoda qilib bilib bilmay qilgan gunohlarini u dunyoda Alloh mag'firat aylasin. Bizlarga ham insof, iymon bersin, aql, ilm, bilim, taqvo bersin. Kelib yaxshi ishlar qiladigan, ehson qiladigan, dunyoyimizda, mamlakatimizda, O'zbekistonni, O'rta Osiyoni, butun dunyoni gullab yashnatadigan, chiroyli qiladigan, zo'r qiladigan, yaxshi tadbirkor, milliarder, yaxshi insonlar, ehson qiluvchilar, yordam qiluvchilardan qilsin. Bizni ko'rib butun dunyo faxrlanadigan bandalardan qilsin Alloh taolo. Amin. Allohu akbar.